550 milyon aziz do'stlar, 130 metr kvadratda joylashgan pat kulush bizani hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib danishib chiqamiz. Aziz do'stlar, Parnik ko'cha, ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Turk bozori, undan keyin yana ayollar do'koni boradi. Shuni yandan girib kelaverasizlar aziz do'stlar, asfalt ko'cha. O'zi 2 dona uyimiz bor edi. Bir sotilgan ekan aziz do'stlar. Ikkinchisini nima yerda sizlarni kutib turibdi, kelib ko'raverasizlar. Qaranglar. Elde 7,5 metr, uzinasına paşti plus minus 18 metr aziz do'stlar. O'zini garajına ega. Bu yerda kanalizatsiya tushib turibdi. Ganglar bir qator ko'ramiz. Endi o'zlaringiz ham kelib ko'rsangizlar bo'ladi, yana. Hozir endi vajda turibdi. Ustalar beni taxlab chiroylatib beradilar aziz do'stlar. Fasadlarni ko'rib turibsizlar. Travertindan chiroyli bo'lib chiqib turibdi. Eshiklarimiz ham demir eshiklardan qo'yilgan. Ganglar, bismillah. Aziz do'stlar, shundan kirgandan katta, xudo xolasa, koridor. Umonlik joylarni qo'yib beradilar. Umonlikni qo'yib beradilar. Kafelardan chiqib turibdi aziz do'stlar. Bir ajoyib oboylardan chiqib turibdi aziz do'stlar. Girgandan bizani garajning usti zal. Ganglar endi bir qator danishamiz. Bu yerda registrlar ham qo'yib beradilar aziz do'stlar. Bemalol arkayam bo'lsangizlar bo'ladi. Ganglar. Bu yerda bizani bir spalnimiz. Kamida 4'e 3 metr ya 4'e 4 metrda joylashgan bir spalnimiz bor. Xohlasangizlar beni disketga qo'ysangizlar bo'ladi. Ganglar. Bu yerda sanuzel. Polni hamma o'zlari qo'yilgan, kafelardan chiqib turibdi, plastiklar bilan ajoyib bo'lib turibdi aziz do'stlar. Endi o'zlaringiz yoqti ko'z bilan ko'rsangizlar dimbir zo'r. Berimiz kuxnya aziz do'stlar, qaranglar. Polni fartuqlari qistilgan, kanalizatsiya turbalari kelib turibdi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Yana qaranglar, yana cho'pli polimiz ham bor. To'lida ketgan. Xudo xolasa, bu yerda ikkinchi xonamiz. Bu yerda yana kattalarni spalnis qilsangizlar bo'ladi. Uyimiz yana yorug' bo'lib turibdi, qaranglar. Gipsakarda oylangan, chiroyli bo'lib turibdi aziz do'stlar. Bog'imiz ham kichkina bog' bor. Masalan, shashliklarni pishirib, kamida bir 1 metr bor. Mana 1 metrga 7,5 metr uzina tushgan, shipirlar beklangan aziz do'stlar. Hech qanday muammosi yo'q. Bu yerda yana ozgina yorug' tushib turibdi. Aziz do'stlar, ushbu xonadonimiz 550 milyon 130 metr kvadratda joylashgan. Pat kulish, xudo xolasa, to'g'ri vajlaringizdan kelib, hazzab o'ynab kulib yashasangizlar bo'ladi. Ekrandan mulk egasining nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Zo'r narxda aziz do'stlar.